Dilafroz opa, siz so'rayotgan mana Sportage keldi. Telefon nomeringizni topa olmadim. Shuning uchun video qo'yyapman. Tezroq olib oling. Eng full pozitsiya. Siz aytayotgan Sportage X-Line pozitsiyasi yil 2023 siz aytayotgandek ideal toza atiga 19 ming yurgan. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Mashina полностью broneplenka urilgan. Bundan tashqari kerakli joylarga laminatsiya qilingan. Mana полностью mana mountlar qismlari, ya'ni xullas aytadigan bo'lsam, pamять сиденье bor. Harman Kardon akustika bor. 360 gradus kamerasi bor. Bu yerdan qarang, ochilishlarini. Faqatgina bilasiz, full X-Line mana bunaqa shaybali bo'ladi. Sиденье podogrev, obduv sиденье bor. Rul qiziydi. Mana katta mamutda displey bor. Mamutga xohlasangiz CarPlay ulab qo'ysangiz, YouTube'da videolar, xohlagan narsangizni ko'rib ketaverasiz. Orqa ham juda ham keng. Siz xohlayotgan katta panorama bor. Tog'larga ketayotganda bemalol ochib qo'yib, toza havodan nafas olish uchun. Mana opa, shu mashinani qarang, sirasi narxiga o'taman. Dilafroz opa, siz uchun men sodalashib 34900 narx berdik shu mashinaga.